nima bo'laman? Qo'shib olaman? Nimani qo'shib olaman? O'chib qoldim. Yo'q, bitta nimadan o'chirib turib ketdim. Voy. Endi shu bitta shu montaj qilishim qoladi. Shu montajsiz shuni tiqyotdim YouTube'ga. Men zaryadni ko'rmoqchi edim, o'chib qolmasin. 24% bor. Avariyalar. Qaysi nomer oxirini ayting? Bilmayman, olavering. Xullas, gaplashib olasizmi? Chiqib gaplashing. Xullas, misol $50 fondga va 5 xil kompaniyaga tikkan bo'ladi. Masalan, Apple, Nike, Mercedes, tilla, neftga. $30 kriptovalyuta. $30 kriptovalyutada misol mana Bitcoin bor, Ether bor, ETH, BTC, uchinchisi kriptovalyutadan stabillari misol uchun Doge. Menga farqi yo'q-ku, misol Dogecoin'ga tikkan bo'lardim. Mana mana bunisi $20 men o'sha konkretno tradingga tikkan bo'lardim. Ya'ni bu $20 tradingga tikadigan bo'lsam, $2 dan 10 ta сделкаga kiramanda va o'sha $2 oshgan sari tradingdagi pulimni chiqarib boraman. Xo'p, volatil metodni nimaga bunaqa? Bu yerda likvidligi past desa bo'ladi, lekin nega bu yerda likvidligi past, nega bu yerda o'rtacha? Chunki bu yerda sizning qo'lingizda любой случай dollar bor, bank bor, ko'cha bor, uni maydalashingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda kriptovalyuta va bu yerda trading asosan fond birjasi. Fond birjadan birdaniga pul chiqara olmaysiz, sразу aytaman. Komissiyalar juda og'ir va azab buzash kerak bo'ladi. Kriptovalyuta va tradingdagi pulingizni chiqarib olishingiz mumkin, lekin aytganimdek bir nechta operatsiyalar qilishingiz kerak bo'ladi buni chiqarib olish uchun. Va bu o'z nomida likvidligini tushiradi. Ya'ni sizning qo'lingizda momentalniy pulingiz yo'q. Ya'ni $100 pulingiz bor, lekin o $100 pulingizni siz diversifikatsiya qilganligingiz uchun har xil joyda bo'ladi. Qisqacha aytganda shunaqa. Tradingda bor bular. Shu halolmi, qanaqangi gold bilan ishlanadimi? Qaysi? Tradingda? Tradingda xohlagan narsangiz bilan ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni o'zi Siz sotib olayotgan va sotayotgan narsa halol bo'lsa bo'ldi-ku. Misol, alkogol kompaniyasining aksiyasini sotib olib uni sotadigan bo'lsangiz-da, u harom. Sababi siz qilayotgan ishingiz harom emas. Siz amalingiz emas, nima bilan bu narsani qilayotganingiz siz katta ehtimol bilan kompaniya boshqarma. Da. Boyiga misol S&P 500 da ham bu narsaga men shubham bor. Ya'ni S&P 500 dagi 500 ta kompaniyaning hammasi halol va hammasi shariatga to'g'ri kelishini. Mana bu Apple, Nike, Mercedes, Gold, neft hammasini tekshirib olish kerak bo'ladi. Misol Apple'ni mana shu paytgacha qanaqadir Apple bilan Nike ikkalasi ham boykotga tushgan, ha? Mercedes ham boykotga tushgan. Xo'p, unda uchalasini chopamiz. Faqat tilla bilan neft. Bitta tilla bilan neftni ham har xilini ko'rish kerak-da. Muhimi, brokerlarning o'zida har xili bor. Xullas shunaqa. Siz aytayotgan halol, harom masalasi bu yer agar halol, harom masalasi insonni qiynaydigan bo'lsa, o'zi hammani qiynash kerak bu narsa. Va bu narsani o'rganib chiqmagunizgacha sizga volatil narsa umuman kerak emas. Sizga eng tinchik mana bu konservativ metod. Bu konservativda bu narsani o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Ya'ni misol men $30 fondga tikkandan ko'ra siz fond deganda обязательно siz brokerga borib qanaqadir chet el kompaniyasining aksiyasini yoki obligatsiyasini sotib olishingiz kerak degani emas. O'zimizda ham investitsion fond bor, Iman Invest. O'sha ham fondga kiradimi? Ha, kiradi. O'sha fondga pul tiksangiz bo'ladi. Ya'ni bankka pulingizni depozitga qo'yib qo'ying deyishdan sal aqlliroq narsa-da bu. Lekin lekin shu narsasini bilingki, Iman Investdagi volatillik bilan mana bunaqa katta birjalardagi volatillik bu ikki xil narsa-da. Stabillik ham ikki xil. Katta fond stabilroq, albatta. Bir necha 100 yildan oshgan fond borligiga. Mana misol kriptovalyutani o'rniga sizga tavsiya berar edim. Acha $20 hozir hech narsa bo'lmaydi. Misol uchun kriptoda hozirgi Binance o'rgatgan nimalaringiz bor-ku hozir?
O'sha tomonlama ishlasam ham bo'ldi. Tradingni o'zi qanaqa demoqchi man xolos. Yo, prosta kripto bilan aytgandek tradingning farqi, kripto deganimda men prosta pulni tikib qo'yasiz, bo'ldi, unutasiz u narsani. Trading deganimda bu har kuni o'tirasiz, shug'ullanasiz, sotasiz, sotib olasiz, sotasiz, sotib olasiz. Man hozir maslahat bera olaman. To'shda kimni kriptoga qilmoqchi bo'lsa, Toncoin olish. Chunki Toncoin $2 tushyapti уже. Tushib qoladi. U keyin qotadi. Bilmadim, men tupurgan joyim bor kriptoga. Prosta sizlarga risk menejment bu shunchaki misollarda ko'rsatib berdim. Ya'ni asosiy risk menejmentni bu yerda tilla debman. Oltin qoidasi diversifikatsiya, ya'ni biron bir sizni bo'yingizda risk bormi, o'sha riskni kamaytirishni o'rganish kerak bo'ladi va bir nechta tushunchalarni o'rgatib tushuntirib o'tdim. Bo'lar. Like bosish, izoh yozish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammani yaxshi ko'raman.